Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi eshik derazalarimiz uстановкalarini tugatib bo'ldik. Bu joyimizni Andijon viloyati Qorasuv shahriga o'rnatib berdik, qadrli kuzatuvchilarimiz. Bu joyimizga jami 7 dona deraza, 4 dona eshik o'rnatib berdik. Bu ishlar sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Birinchi 2 qanotli eshigimiz 1.20 ga 2.70. Bo'yi 2.70. Oynalari bir qavat, gulli oyna solindi. Girovkalari xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Mana zamonlari ham original zamon. Bu derazalarimizga keladigan bo'lsak, derazalarimizni bo'ylari 1.90 cm, enlari 2 metrdan. 5 oy derazani razmeri bir xil. Bo'yi 1.90, eni 2 metr. Derazalarda oynalari 2 qavat stekla paket qilindi. Oldi tarafi yo'divi, orqasi oq. Bu ishlarimizni Akifani originaldan zalatoy dupidan qilib berdik. Hozir bu tomoniga, kirish tomoniga ham bitta katta eshik qo'yib berdik. Hozir uni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu eshigimiz razmeri eni 1.5 metr, bo'yi 3 metr. Bu eshigimiz ham oynalari bir qavat oq gulli oyna solindi. Mana petlalari ham, osha-moshalari ham to'rttadan qo'yilgan hamma eshiklarga. Zamovlari ham Akifani original zamovidan katta zamovlar qo'yildi. Xudo xolasa girovkalari chiroyli holatda. Sizlarga hozir bu ishlarni ichki tomonlarini ko'rsatib o'taman. Bu ishlarni mana ichki holati. Podokonilarni ham mana chiroyli qilib qo'yib, g'ishtlarni, penalarni qo'yib, g'ishtlarni bostirib qo'ydik. Tepasiga penalar yaxshi qatib olish uchun chiroyli holatda hamma mana kirishkalarni ham kiygizib, podokonilarni ham joylab qo'ydik. Bu mana ichkaridagi bir qanotli eshiklari. Bir qanotli eshiklari ham 90 ga 2.50 bo'yi. Oynalari oq gullik. Zamovlari ham mana har doimgidek original. Ligirovkalari ham xudo xolasa juda ham go'zal holatda. Buni ham mana petlalari to'rttadan qo'yilgan. Eshigimizda osha-moshalari to'rttadan qo'yilgan. Ichkaridagi 3 qanotli derazalarga kelsak, bularning razmerlari 1.30 ga 1.60. Bu ishimizni oynalari bir qavat oq oyna solindi. Uy egasi ichkariga oq solib bering dedi. Chekasiga fortika moslab bering dedi. Mana fortikalarni ham moslab chiroyli qilib joylab berdik. Buni ham bu ishimiz ham mana ichlariga podokonilar qo'yilgan bu derazamizni. Qadrli kuzatuvchilarimiz, ishimizga o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Kanalda yangilar birinchi o'rinda kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Akifa Plus, MDF yog'och, eshik romli barcha turdagi mahsulotlarga xizmat sezadigan bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Like bosishni unutmanglar qadrli kuzatuvchilar. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Sog' bo'linglar.